kechasi uxlamayman. Oyim alla aytadi, allaga chalg'imayman. Dadam ha deb keladi, uxlayvering dadajon, hali beri yotmayman. Hammangizni uxlatib, keyin mayli uxlayman. Meni ovozim o'zimga yoqmaydi. Ko'pincha o'zim ovozimni diktofonda eshitib ko'raman-ku. O'sha eshitib ko'rgan paytim men bilan gaplashgan odamlardan kechirim so'ragim keladi, to'g'ri. Voy, dadasi, mazam yo'q, qayerga ham borardim? Uydaman, yotibman. Xo'p, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Oyim bilan dadam urushib qolsalar, oyim bloknotchalardagi dadamni hamma kamchiliklarini aytib chiqadilar. Dadamni barcha xatolarini sherdek qilib yodlab olganlar. Esizdami deb boshlanatib ketdi bu yog'i. Keyin dadam nervimga o'ynama, hozir itmushuq bo'lib qolamiz desalar, oyim ana shunaqa qilib nervga o'ynaydilar.